Bismillah. 8-chi xat ekan. Risalatu da'vatin rasmiyatin debdi. Risala xat, da'va taklif. Risalatu da'va taklifnoma yoki taklif xati. Noma degani xat degani. Taklifnoma yoki taklif xati rasmiyatun rasmiy. Risalatun rasmiyatun dedi. Rasmiyatun risalatunga tegishli. Risalatu da'vatin rasmiyatun bo'ladi. Rasmiy taklifnoma yoki rasmiy taklif xati. التاريخ 28 من شهر مايو عام 2025 إلى السيد عبد الله مصطفى إلى السيد عبد الله المصطفى جناب عبد الله مصطفى جناب لاريه. موضوع دعوة taklif lihuduri kelish uchun, qatnashish uchun, al-mu'tamari konferensiyaga, as-sanaviy yillik konferensiyaga, lit-teknologiya texnologiya va al-ibtikar va ixtiro texnologiya va ixtirolar bo'yicha yillik konferensiyaga qatnashish uchun taklif deyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va ba'd. Yusirru bizni xursand qiladi. Da'vatukum sizni chaqirish. Lihuduri qatnashish uchun. Al-mu'tamari sanaviy lit-teknologiya va al-ibtikar texnologiya va ixtirolar bo'yicha ixtirolarga oid yillik konferensiyaga qatnashish uchun sizni taklif qilish bizni xursand qiladi. الذي سيعقد في مركز المؤتمرات الدولي بتاريخ 15 من شهر يونيو عام 2025 من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء. Buni allazi bor ekan, hozir ko'raman. Allazi borligi uchun buni oxiridan kelsa ham bo'ladi. Xo'p, oxiridan keladigan bo'lsak, faqat sana aytayotganda bizda birinchi katta sanalar tepadan pastga qarab tushamiz, vaqt aytayotganda. Shuning uchun birinchi yil, keyin oy, kun, keyin soatlarda aytishimizga to'g'ri keladi. Demak, 2025 yil 15 iyun sanasida soat ertalab 9 dan kechki 5 gacha, kech payt 5 gacha xalqaro duvali degan xalqaro konferensiyalar markazida sayuqodu bo'lib o'tadigan texnologiya va ixtirolarga oid yillik konferensiyada qatnashish uchun sizni taklif qilish bizni xursand qiladi deyapti. يهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين المختصين والمهتمين في هذا القطاع. إجا المؤتمر شنو أتواتر واحداً كذي ولا konferensiya bu sohada fi hazal qito bu sohada yoki bu sohadagi shu sohadagi qiziquvchilar va muxtasina va shu sohaga aloqador bo'lganlar, ya'ni aloqador bo'lgan tashkilotlar desa ham bo'laveradi. Shu sohaga aloqador bo'lganlar orasida taavun o'zaro hamkorlikni ta'ziz kuchaytirish va texnologiya sohasidagi ahdasu tatavvurot debdi. Ahdas eng zamonaviy rivojlanishlarni isti'roz degani namoyish qilishni yahdifu maqsad qilgan deyapti. Yoki namoyish qilishga yo'naltirilgan. Ya'ni shuni maqsad qilgan desak bizda to'g'ri bo'ladi. Namoyish qilishni maqsad qilgan.
سيشمل البرنامج محاضرات وورش عمل يقدمها خبراء من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى معرض الأحدث المنتجات التقنية والابتكارات. دیگه aytamiz, oxiridan kelamiz. البرنامج bu dastur oxiridan kelsak bo'ladi. İbtikarat, ixtirolar va texnologik mahsulotlarning eng yangilarining yoki eng zamonaviylarining ko'rgazmasi, ma'riz degani ko'rgazmasiga qo'shimcha ravishda dunyoning turli tomonlari, anha tomonlar muxtalif, ya'ni har xil, dunyoning har xil yoki turli tomonlaridan kelgan tajribali odamlar taqdim qiladigan varsh amal, o'quv seminar va muhodarot degani leksiyalar, ma'ruzalar. Seminar, amaliy seminar va ma'ruzalarni sayashmulu o'z ichiga oladi. Kama shuningdek sayatimmu tahsisu jalsatin lil hivaril maftuhi baynal musharikina li tabadulil afkari val khibrat. Bu yerda sayatimmu fe'l tahsisu jalsatin lil hivaril maftuh fe'lni foili bo'lyapti. Shuning uchun foil, ya'ni egani birinchi aytib olamiz. Shuningdek tahsisu jalsatin lil hivaril maftuhi baynal musharikina. Evet, shuni aytar ekanmiz. Shuningdek ishtirokchilar o'rtasida maftuh degani ochiq, hivar suhbat, ochiq suhbat lil hivar, ochiq suhbat uchun jalsa, majlis, yig'ilish taxsis xoslangan, yig'ilish mo'ljallangan, yig'ilish yoki maxsus yig'ilish. Taxsisu jalsa deyapti, izofa bo'lgani uchun majlis yoki o'tirish, yig'ilish, taxsis belgilanadi. Yatimmu o'zidan keyingi fe'lga qo'yib qo'yamiz. Maxsus yig'ilish yoki o'tirish, majlis belgilanadi. Belgilanadidan oldin litabadul afkar val xibrat ham bor ekan. Xibrat, tajribalar va fikrlarni almashish uchun. Yoki oxiridan kelsak ham bo'lar ekan, o'zimizni qiynamasdan. Shuningdek, tajribalar va fikrlarni almashish uchun, ishtirokchilar o'rtasida ochiq suhbat uchun yig'ilish tashkillashtiriladi desak ham bo'ladi. Yatimmu taxsis. Yig'ilish ajratiladi debdi so'zma-so'z. Yig'ilish ajratiladi emas, yig'ilish tashkillashtiriladi desak to'g'ri bo'ladi. Yoki majlis tashkillashtiriladi. Natatalla'u sabrsizlik bilan kutib qolamiz degani. Ila hudurikum kelishingizni, al-karim, huzurga ham karim deb sifat berishyapti. Karim, saxovatli kelishingizni, aziz kelishingizni, shunaqada ular. Va musahamatikumul qiyma fi injahi hadal hadathil ilmiyyi. Va narju ta'kida hudurikum abaral baridil elektroniyyi avil hatifil murfaqi adnahu. Va narjugacha bitta qolamiz. Yangi gap boshlanayotgan. Hop. Fe'l bilan boshlangani uchun oxiridan kelsak bo'ladi. Yoki ila hudurikumul karim, oxiridan kelaveradi.
Hop. Hadal hadathil ilmi. Bu ilmiy tadbir deb qo'yaylik, o'zi hodisa deyapti. Yani bu ilmiy tadbirga, bu ilmiy tadbirning injah muvaffaqiyatli o'tishida, qiymatli musahamatikum, hissangizni qo'shishingizni va huzurikumul karim debdi. Endi karimda nima deb? Saxovatli kelishingizni deyapti. Va marhamat qilib qatnashishingizni desak bo'ladi. Va marhamat qilib qatnashishingizni sabrsizlik bilan kutib qolamiz. Va yana fe'ldan boshlanyapti. Narjudan keyin narju ta'kida hudurikum. Oxiridan kelaveramiz ekan. Va adnahu degani quyida murfaq degani biriktirilgan. Quyida biriktirilgan telefon yoki elektron pochta orqali kelishingizni, qatnashishingizni ta'kidlab qo'yishingizni umid qilib qolamiz. Ya'ni telefonga telefon qilib yo elektron pochtadan boraman deb aytib qo'ying demoqchi. Umid qilib qolamiz. Ma'atiyabit tahiyyat, pok salomlar bilan. Al-lajnatul munazzimatu lil mu'tamar. Al-lajna qo'mita degani, al-munazzima tashkiliy qo'mita lil mu'tamar konferensiyaning tashkiliy qo'mitasi deyapti. Al-barid elektron pochta, al-hatif telefon. 8-xat ekan. Taklifnoma, rasmiy taklifnoma.